Araz Bulut Inemli tomoshabinlar Muhtasham 100 yil teleserialidagi Bayazid roli bilan tanigan ko'rkam va boshqalarga o'xshamagan aktyor. Ammo muxlislar uni endi Chuqur, Ichkarida seriallaridagi hamda 7-bo'lmadagi Mo'jiza filmidagi rollari orqali ham tanishadi. Manbalarda yozilishicha, Araz 1990-yil 25-avgustda Turkiyaning eng yirik sanoat va madaniyat markazi Istanbul shahrida tug'ilgan. Burjiga ko'ra Parizod. Arazning oilasi ancha katta va ziyoli bo'lib 5 kishidan iborat. Araz onasi, otasi, opasi Jayda va akasi Orka. Ota-onasi ularda bolaligidanoq san'atga muhabbat uyg'otishga uringan. Shuning uchun Jayda taniqli qo'shiqchiga aylanib, hayotini musiqa bilan bog'ladi. Orka esa yozuvchi va ssenariyist bo'ldi. Ammo Araz taqdirini ijod bilan bog'lashga oshiqmay, o'zini boshqa sohada sinab ko'rishga qaror qildi va texnika universitetida o'qishni tanladi. O'rta maktabni bitirgach, Araz Istanbul texnika universitetining aviatsion texnika fakultetiga hujjat topshirdi. Yigit ko'rkam tashqi qiyofasi bilan tengdoshlari orasida ajralib turar, modellik agentlari va rejissyorlarning e'tiborini tortardi. Araz ijodiy faoliyatini qator mashhur brendlarning reklama roliklarida suratga tushishdan boshladi. O'quvchiligidayoq Qaytish maydoni serialining suratga olish maydonchasida paydo bo'lib turdi. Bebaho vaqt loyihasida rol ijro etgandan so'ng Araz nihoyat tanildi. Garchi bu serialda u bosh rolni o'ynamasa ham nufuzli mukofotni qo'lga kiritdi. 2016-yilda Araz Bulut Inemli yangi Ichkarida teleserialida Chag'atay Ulusoy bilan birga suratga tushdi. Ikki iste'dodli aktyor ekranda taqdir tufayli yo'llari ayrilgan aka-ukani o'ynadi. Yosh va ko'rkam aktyor doimo ayollar e'tiborida. Uning muxlisalari juda ko'p, ammo shaxsiy hayoti haqida jurnalistlar bilan gaplashishni yoqtirmaydi. Faqat shunisi ma'lumki, bugungi kunda Araz hali uylanmagan juftini topish umidida. Mish-mishlarga qaraganda, Muhtasham 100 yil serialida suratga tushish chog'ida Araz va aktrisa Burcu O'zberg o'rtasida ishqiy munosabat boshlangan. Biroq ularning romantik munosabatlari haqidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. Undan so'ng Araz aktrisa Bigi O'Nal Maral filmidagi hamkasbi bilan uchrashib turgani ma'lum. Manbalarda uqtirilishicha, ular ko'p vaqtlarini birga o'tkazishardi, sayr qilishardi, dam olishardi. 2017-yilda ular Bu sodir bo'ldi komediyasining taqdimotiga birga borishdi. 2018-yilda turk ovalari Araz va uning sevgilisi Bigi O'Nal munosabatlarini nikoh bilan mustahkamlashga tayyorligini, yaqin kelajakda shu tomon ilk qadam qo'yishlarini ma'lum qildi. Lekin 2022-yilda 7 yillik munosabatlar barham topdi. O'shanda turk ovalari ayrilishga Arazning uylanishni istamagani sabab bo'lganini yozishdi. 2018-yilda Araz ishtirokidagi yangi drama Chuqur teleseriali ekranlarga chiqdi. Bu serialda u murakkab rolni ijro etdi. Chuqur esa yilning eng ommalashgan va qiziqarli loyihalaridan biri bo'ldi. Araz Bulut Inemli Muhtasham 100 yil serialida suratga tushayotganda ot minish va qilich o'ynatishni o'rganib oldi. 2019-yilda aktyor ishtirokida 7-bo'lmadagi Mo'jiza filmi ekranlarga chiqdi. Kinokartina eng yaxshi xalqaro badiiy film nominatsiyasida Oskar mukofotiga nomzod bo'ldi. 2023-yilda esa Araz Bulut Inemli Otaturk filmida bosh rolni ijro qildi. Aktyor kino va seriallarda suratga tushishdan tashqari avvalgidek modellik ham qiladi. Ba'zi kompaniyalar bilan shartnoma tuzib, ularning mavsumiy yuzi bo'ladi.